Jazira kebab chiqarsak, go'sht qattiq chiqib qoldi, go'sht kishilab ketib bordi degan do'stimizga bugun go'sht yumshoq ham yo'g'on chiqadigan Jazira kebabniki shirballi qilish retseptini olib keldim. Yo'ltuz yurak besib mazmunini saqlab oling. Oldi bilan bir tal dasqa 3 tal tuxumni chaqib tayyorlab olamiz. Arqadan ezib tayyorlab olgan samsaq, zanjivil, bosh piyozlarni solamiz. Arqadan 1 qoshiq tuz, 2 gram vejing, 2 gram jejing solamiz. Vejing yoqtirmaydiganlar solmasanglar bo'ldi. Sizlar turayotgan o'rinda Jazira kebab nechpol inkaslarni yezib qo'yinglar, birlikda o'rtoqlashamiz. Arqadan 2 qoshiq qunoq uni, 1 qoshiq bug'doy uni, 1 qoshiq oq kunjut solamiz. Mushundaq kebab bilimlarini ko'proq yo'llab bersangiz ehtiyojimiz bor degan do'stlar, inkas rayoniga voshang shu deb yozib qo'ysanglar, uyg'undiganlar ko'p bo'lsa, men davomli yo'llab bersam bo'ladi. Xushpurak qilib tanishilgan tonur kebab shirdorisidan 10 gram solamiz. Takshi aralashtirib o'tgandan keyin shiralatga ekilib olamiz. Jaziraning go'shtini 70 gram eg'irlatib parchalab olgandan keyin tayyorlab olgan shirimizga solib takshi aralashtiramiz. Takshi aralashtirib 2 minut atrofida to'g'izib o'tgandan keyin jaziga esib tunuq solib taxminan 17 minut atrofida dumlab pishirsak tayyor bo'ladi. Bu xil retseptni chiqargan kebab